Assalamu alaikum, Nukat Kavacı Motor kanalı katılımcıları. Bugün 17 noyabr 2022 yılın 4. gündəki sizlerden Nukat şəhərində kurslarıyla tanıştırırız. Nukat şəhərində kişine karşı cevap topladık. Bunu açık bugün burada başlıyor. Az sizlerge birinciler kampanya banktan alıp gösteririz. Kança bolup kalırken kurs şol yerden malumat alırız. Bizden alırsanız like bas, komentar yazmanızı unutmayın. Nukat Kavacı Motor kanalı katılımcıları. Bugün kurs qanday bo'lib qoldi ekan kecha 139'da bugün qancha bo'lib qoldi şol yerdan ma'lumot olib berasiz. Bizdan olsay like bosib kommentar yozib qo'yinglar, negativ yozmanglar unutmanglar. Nukat shahridan baringlar, jalimiz salom aytamiz. Hurmatli tug'anlar, kurs şol kechagi bo'ydan lekin hurmatli tug'anlar 84 so'm beltin dollar, 87 so'm 80 tin euro, 1 so'm 39 tin rubl ekan hurmatli tug'anlar. Rubl kechagi bo'ydan ekan kompaniya bankda. Hozir boshqa banklarda bor, boshqa banklarda qanday ekan şol yerdan ko'rsatamiz. Hurmatli tug'anlar, biz hozir Finkabank'a geldik. Finkabank'ta 84 so'm beltin dollar, 87 so'm 80 tin euro, 1 so'm 39 tin rubl ekan hurmatli tug'anlar. Rublda o'zgarish yo'q. 2 kundan beri 39 bo'ldi, hurmatli tug'anlar, ko'tarilib qolsin demoqchimiz. Hurmatli tug'anlar, biz hozir Kırgızstanbank'a keldik. Kırgızstanbank'ta 80 so'm 40 tin dollar, 87 so'm beltin euro, 1 so'm 38 1 so'm 39 tin rubl ekan hurmatli tug'anlar. Bu Kırgızstanbank'a kelmoqchisangiz bo'ladi. Kırgızstanbank yaxshi. Hurmatli tug'anlar, biz Aziyabank geldi. Aziyabank'ta 84 so'm 50 tin dollar, 88 so'm euro, 1 so'm 39 tin rubl ekan hurmatli tug'anlar. Rublda o'zgarish yo'q tug'anlar. Ko'tarilsin demoqchimiz. Hurmatli tug'anlar, shunday Nukat Kavacı Motor kanalı sizlarga bugün qo'shib, tinch bo'linglar, omon bo'linglar, negativ yozmanglar. Sizlarga tinchlik, omonchilik qolib, Nukat shahridan baringlar, jalimiz salom aytmoqchimiz. Biz doimo sizlarning xizmatingizda. Like bosib, komentar yozib qo'yinglar. Biz yakında. Ertaga ko'rishga tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Doimo sizlarning xizmatingizda Nukat Kavacı Motor kanalı sizlarning xizmatingizda. Assalomu alaykum demoqchimiz.